Dur. Ha, mana shu arqaga kirib haydab qo'ydi. Ha. Pul oldi. Qo'yib qo'ygan, yangi qo'ydirgan. Hech qanaqa degan yo'q ekan. Qanday ish qo'ydirdi? Haddan farovonni olib. Bozordan oladan. Boshmi? Yo'q, eshikmi? Ustav takas qildi. O'zimdan. Garantiya aka. Ana shu. Tekis baravar qilib 100 million beraman aka. Naqd 100 million. Moshin bir qo'l lekin hech kimdan ana. Yo'q, mayli. Juda chiroyli narx so'radi moshin. Aka yurak bundada qarangda. Mana 80-90 ta odam o'tiribdiki, yurak yutib 100 millionga olsa ham birov qo'lini ushlalmaydi shu. Aka, Chunki qiyin-da 20 aka olib. Bank kelmaydi-da. kelishtirib olib bersa, savdo qilaman. Va, mana 100 million u naqd pulga so'radim. 110 million deb ko'nglingizni olib turib, uni ham xalqqa aytdim. Endi qarang, bo'ladigan savdo, men pul sanayman shunga. Bo'ladigan bo'lsa, yurgani uchun, kam yurgani uchun, bu naqd 105 million beraman. Kim olsa mendan 106 millionga oladi. Agar barakangiz bo'lsa, 105 million u naqd pulni olasiz ketasiz. Ochiq karta. Naqd pul 105 million so'm beraman, ochiq karta. Tavakkal. Chunki 110 ga 21 turibdi, ko'p yurgan, to'g'ri. 1 ga yaqin yurgan, 1 ga yaqin yurgan. Bu 1 ga yaqin yurgan 21 110 millionga men beraman. Ochiq karta. Odamgarchilik ham kerak. 105 million naqd pul bu. To'g'ri kelsa beringlar, olaman. 106 million sotaman. Ochiq karta unisi. Necha pul bo'lsa bera olasiz? Yo'q, bildim. 110 da aytdim, aka. 110 da ham aytdim. Aka mashina men haydab keldim. Chaqiring, akasi bekor ketib qoldi-da. So'raydi ketdi. Endi bitsin deyapman, savdo bitsin. Bitmay qilmaylik, aka. Ismingiz nima aka? Iskandar. Iskandar aka. Qarang, ochiq karta meniki. Yopiq narsa yo'q. Olim aka. 10 million deb xalqqa aytdim. Kimdir olsa puli kerak emas uni menga. Ochiq, meni savdomdan kimdir nechta savdo qilsa, haloli bo'lsin, olsin, baraka topsin, bilsin. Men deb ana qilmayman. Faqat men savdo qilmasim turib kimdir savdo qilsa, jahlim chiqishi mumkin. Men savdoni qilib bo'lgandan keyin xohlagan odam savdo qila olaversin. Shunday-da. Qarang, 110 deb aytdim, chim olmadi aka. Naqd ya 105 million beraman, 106 million sotaman. Iskandar aka to'g'ri kelsa bering aka. Necha pul bo'lsa berasiz? Iskandar aka 110 dan necha pul berasiz? Ochiq karta qilaylik. Iskandar aka qo'lini ushlab savdo qilaymi? Nima savdo qilaylik? Vasatdan ko'raman, qarmada. Bemalol savdo qilaylik. Iskandar aka, mayli 105 ga ham ko'nglingiz urmasa, 106 bilan faqat rozi bo'lib bering. Kimgadir baraka qilib sotayman ham. 106 million naqd pul. Ochiq karta Iskandar aka zo'r so'radim. Gazi bo'lganda edi 107 108 so'raysiz. Mana bitta gapiraman, 108 olaman aka. Bitta guring aka. Aka. 9 nima? Yo'q, 9 emas, eshitding, rahmat. Endi yana bitta guring, meniki ham aka. Mayli, marka keldingiz. Mana ukaz aytdi, 110 so'radi mahalla dedi. Mayli aka. Yo'q, xafa bo'lmasin, Aka, bu bir savob yo'lga ketyapti deymiz. Bitta guring. Hozir 108 dedingiz-ku. Aka, ha desiz. Shuni men 108 sotay. 107 qilib beraman. Men 108 sotay, faqat rozi bo'ling. Endi kami qolmadi. 100 dan 7 million bo'ldi. 107 bo'ldi. Faqat rozi bo'ling. Aka, necha pul oldi? Iskandar aka 1 millionga olishmang. O'sha 108 ga men sotaman. Faqat rozi bo'lib bering. Qanday sizga? Dehqonoboddan. Rozimisiz? Qo'ying, pulni qo'ying, pulni ushlagansiz. Aka, sizga qardan edi. Siz oldingizga bir qancha keldi, biroz Keling. Sizga o'tdimi? Keling aka. Qaranglar aka, arzorni aytib o'tib ketay. 2020 30 ming yurgan benzinga akadan 107 millionga baraka qilib oldim. Hozir e'tibor bergan bo'lsa, sizga 108 bo'lib o'tibdi. Men sizni ham tonimayman, akani ham tonimayman. 1 million so'm menga qolyapti. Sezdingizmi? 108 bo'lib o'tgandan keyin. Shu 1 millionga siz rozimisiz? Rozisiz aka. Aka, mashinangizni 107 oldim, 108 sotdim, 1 million so'm qo'ydim aka mashinangizga. Siz rozimisiz shu 1 millionga? Rozi bo'ling aka. Bu, siz ham rozimisiz? Rozi.